kanalımıza obunachilar. Bugungi videomuzda sizlarga Royal Ariston'ni ishlamay qoldi. Shuning bu ishlamay qolgan sababini bilamiz va tellarini tozalaymiz. Ariston qurilgandan 1,5 yil bo'ldi. Endi shuni ochib ko'ramiz. Ichida qanday teni tozamasmi ko'ramiz. Bir qadar ochib. Yerdan bo'lgan aybini bilamiz. Bu yerda 1, 2, 3, 4 bolt bo'ladi. Bu yerdagi bolti plyonkaning ostida bo'ladi. Men ochib qo'yibman hozir buni. Açıldı. Bir yerde termostatı var. Bir kadar açıp göremiz hazır. Ariston'un tenini açıp aldık. Yarım çelik mosor çıktı içinden mi? Hemmesi mosor şu içinden çıktı. 1,5 yılda şunday mosor çıkartken. Sizlerim tez tozalap durunlar. 1 yılga yetirmey tozalap duru gereken. 1,5 yılda çıkan mosor teninin ahvalı. Videomuzu kuzating. Like basıp unutmayın. Endi termostat ketgan ekan. Bu tendem tozalab qo'yib ko'ramiz. Agar bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasa toza ten qo'yamiz. Tenini tozaladik. Bu yerlerini bıçak bilan qirsak, keyin to'g'rishi mumkin ekan. Shuning uchun chetlarini tozalab, bunday ahvolga olib kelib, endi buni qistiramiz. Yeni kalıp. Yeni salası. Dedi. Suzun graslarım ko'rsatilib turibdi. Buning aybini topdik. Bu termostatda bo'lgan ekan, termostatning bu yerda qanaytilib ketgan. Shuning uchun ishlamay qolgan ekan. Keyin tenni ochib tozaladik.
Gördüңүздөр videoda qancha mozor chiqqanini. Sizlar ham shunday etib ochib tozalab turinglar. 7-8 oyda suv qizdirishi yaxshi bo'ladi. Yana rozetkalar ham erib keturmaydi. Vilkalari suv qizdirishi yaxshi bo'ladi. Bir yandan ekonom bo'ladi. Shuning uchun ishlatib turinglar. Keyin bu yerda 2 dona narsa qo'ydik. Bu da bezopasniy uchun to'q o'tirmaydi deydi. Shuni qo'ydik. Buni qo'yib yurganlar tushunadiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Foydasi bormi, yo'qmi? Shuni yozib qoldiringlar. Bunga uzoq avtomat qo'ydik. Zazimleniyasi da bor, hamma narsasi bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga shunday foydali videolardan video etib turaman.